logaritmik tenglamalar. Logaritmik shakl almashtirishdan 109 gacha uyga logaritmik tenglamalarni boshlaymiz. Logaritmik tenglamalar. Ta'rif. Logaritm qatnashgan tenglamalarga logaritm qatnashgan tenglamalarga logaritmik tenglamalar deyiladi. Ta'rif ham oson ekan. Xo'p, bu mavzu asosan logaritmlarni potensiyallash yo'li bilan yechiladi. Ya'ni asosiy formulamiz quyidagicha demoqchiman. Logaritm a asosga ko'ra f at x teng logaritm a asosga ko'ra jat x. Tenglamada a'larni bir xil asos logaritmlarni potensiyallab yuborsam f at x teng bo'ladi jat x. Bizdan shunday x ni qiymati so'raladiki, aniqlanish sohasini qanoatlantirishi kerak. Bu degani logaritmda ko'rsatkichda kelgan ifodalar 0 dan katta, asosi 0 dan katta va 1 dan farqli. Demak, tenglamalar yechish mobaynida logaritmda aniqlanish sohasi esdan chiqmasin. O'zi aslida logaritmik tenglamalarni yechishda, misollarni yechishda aniqlanish sohasini topib, ildizini aniqlanish sohasidan qidirishimiz kerak. Bu esa sal ortiqcha vaqtni, amallar ko'p bo'lgani uchun biz teskari yondashamiz. Ya'ni logaritmik tenglamani yechamiz. Ildizlari bitta yarimta bo'ladi. Bu qiymatlarni o'rniga qo'yib tekshirish ancha aniqlanish sohasini tekshirgandan ko'ra vaqtdan yutishga olib keladi. Shuning uchun misollar yechganimizda, logaritmik tenglamalar yechganimizda yechimlarini o'rniga qo'yib tekshirish esdan chiqmasin. Bu usulda irratsional tenglamalar mavzusida ham qo'llagan edik, eslaringda bo'lsa. Hech qanaqa aniqlanish sohasi kiritmasdan turib, shunday kvadrat ko'tarib yechar edik-da, hosil bo'lgan sonlarni chet iliz bo'lishi mumkin deb o'rniga qo'yib tekshirib ko'rar edik. Xuddi shu ishni logaritmda ham bajaramiz. Kelinglar, sodda logaritmik tenglamalar qarab chiqaylik, mavzuga o'tishdan oldin. Birinchi. Logaritm 6 asosga ko'ra x minus 5 teng 2. Logaritmik tenglamani yechish kerak. Xo'p, bu tenglamani yechishda asosan potensiyallanadigan ko'rinish keltirishimiz kerak. Buning uchun 2 ni logaritm 6 asosga ko'ra 36 desam. Logaritm 6 asoslarni potensiyallab yuboradigan bo'lsak, x minus 5 nechaga teng? 36. Logaritmni ko'rsatkichi 36 ekan, uni 0 dan kattaligini tekshirishimni keragi yo'q. Qo'shib o'tadigan bo'lsa, x teng 41. Tenglamani ildizi nechaga teng ekan? 41 ga teng. Aniqlanish sohasini tekshirishga ehtiyoj yo'q. Nega ehtiyoj yo'q? Chunki mana yerda x minus 5 ko'rsatkichdagi son 36 ga teng bo'lib turibdi. 36 ga teng bo'lgan sonni 0 dan kattami deyishni keragi bormi? Yo'q, albatta, chunki 36 ga teng bo'lib turibdi. 0 dan kattaligini tekshirishni keragi yo'q. Endi agar bunaqa mulohaza xayollaringga kelmasa, x 41 bo'lganini o'rniga qo'yib tekshirib qo'yishlaring ham mumkin. Xo'sh. Yana bir misol.
10 logaritm x teng minus 1. Tenglamani yechish kerak. Xo'p, buni tenglamalarni yechishda potensiallardan ko'rinish keltirishim kerak. Minus 1 ni 10 logaritm 0,1 desam bo'ladimi? Minus 1. Ha, 10 logaritmlar potensial degan bo'lsak, x da qiymati 0,1 musbat son aniqlanish sohasini qanoatlantiradi. Tenglama bitta zizgaga u ham bo'lsa 0,1. Xo'p, yana bir misol, eng sodda misollardan natural logaritm x 1/2. Tenglamani ildizini toping. Xo'p, bu tenglamani yechishda 1/2 ni natural logaritmga keltirishim kerak. Buning uchun natural logaritm y darajasida 1/2 deymizmi? Chunki natural logaritmning asosida nima bor edi? Y bor-da. Natural logaritmlarni potensialga yuborsak, x teng y ning 1/2. Bu degani ildiz ostida y. Tenglamani ildiz ostida y ekan. Xo'p. Deylik, soddaroq misollar sifatida aniqlanish sohasini ham ishlatish kerak. Logaritm 2 asosga ko'ra x minus 5 teng logaritm 2 asosga ko'ra 5 minusdan 3x. Tenglamani yeching debdi. Как раз asoslar bir xil. Potensialga yuborsam x minus 5 teng 5 minusdan 3x. Shunda 4x teng 10 bo'lsa, x ni qiymati 2,5 bo'lyapti. 2,5. Xo'p, x o'rniga 2,5 kelsa, endi bu tenglikda ikki tarafda ham noma'lum son bo'lganligi uchun ko'rsatkichini musbat yoki musbat emas ekanligini tekshira olmadik, to'g'rimi? Bunaqa vaziyatlarda albatta o'rniga qo'yib, ildizni chet ildizmi yoki yo'qmi tekshirib ko'rish kerak. Tekshiraman. Chunki aniqlanish sohasini kiritganim yo'q. Misolni yechish mobaynida ham aniqlanish sohasi aniq bo'lmadi. Unda x o'rniga 2,5 ni qo'ysak, tekshirish maqsadida logaritm 2 asosga ko'ra 2,5 dan 5 ni ayirsak, minusdan 2,5. Tekshirishni shu joyda to'xtatsam bo'ladi. Nega? Sababi logaritmni ko'rsatkichda nima kelmaydi? Manfiy son kelmaydi. Ha, tenglamani ildizi bo'lishga da'vogar 2,5 edi, lekin aniqlanish sohasini qanoatlantirmaganligi uchun ildiz bo'la olmaydi. Shunda bu tenglama ildiziga ega emas degan xulosaga kelamiz. Xullas, misollarni, logaritmik misollarni yechish mobaynida aniqlanish sohasini ham ko'zdan qochirmasdan tekshirib borish kerak bo'lyapti. Xo'p, xuddi shu kabi misollarni to'plamdan davom ettirsam, endi sodda misollar yechadigan bo'lsak, ertalabgacha ham yechib chiqsa bo'ladi. Nima ko'p? Oson misol ko'p. Birinchi misol. Xo'p, mavzuni A toifadagi misollar, B toifadagi misollar, C, D toifalarga ajratib chiqamiz. Har bir toifani o'zini usuli, yechish tartibi bor. Oxiriga kelib, har bir toifadagi misollarni aralashtirib yechib ko'ramiz. Hozircha birma-bir o'rganib chiqaylik. A toifadagi misollar. A bo'lim. Birinchi misoli. 10 logaritm x kvadrat plus 2x minus 3 teng 10 logaritm x minus 3. Tenglamani yeching debdi. Xo'p, tenglamani yechishda tayyor potensiallardan ko'rinish kelib turibdi-ku. Potensiallarga yuboraman. Potensiallarga yuboradigan bo'lsak, x kvadrat 2x minus 3 teng x minus 3. Xo'p, tenglikning har ikkala qismini musbatligiga ishonchimiz komil emas. Bu degani yechib bo'lgandan keyin aniqlanish sohasini tekshirish esdan chiqmasin. Mana bu yerda nimaga aniqlanish sohasini tekshirmaganimni bilasizlar. Chunki x minus 5 ko'rsatkichi 36 ga teng bo'lib turibdi. Ko'rsatkich 36 0 dan katta, aniqlanish sohasiga ehtiyoj yo'q. Bu yerda esa
tengligi ikkala qismida ham noma'lum son. Bular manfiy bo'lib ketishi ham mumkin, musbat bo'lib ketishi ham mumkin, 0 ga teng bo'lib qolishi ham mumkin. 0 ga teng bo'lsa, manfiy son bo'lsa, ildiz bo'la olmaydi-da. Tenglamani davom ettirsam, x kvadrat plus x teng 0. Tenglama ildizlaridan biri -1 hamda 0 bo'lyapti. Bular hali ildiz degani emas. Aniqlanish sohasini qanoatlantirishgina ildiz bo'ladi. Xo'p, tekshiramiz. X o'rniga minusdan 1,5 kelsa, o'rniga qo'ysam, 10 logaritm 1 -2 -5 1 ni qo'ysak -4. 0 ni qo'ysam 10 logaritm -3. 10 logaritm -4 bo'lishi mumkinmi? Logaritmni ko'rsatishda manfiy son kelmaydi. Demak, -1 chet ildiz. 10 logaritm -3 bo'lishi mumkinmi? Yo'q, logaritmni ko'rsatishda manfiy son kelmaydi. Xullas, ushbu tenglama ildizga ega emas. Logaritmlar potensiyallash bilan bog'liq bo'lgan misollardan masalan, ikkinchi misol. Demoqchimanki, logaritmni 1 emas, bir necha marta potensiyallab yetish ham mumkin. Misol berilishiga qarab. Masalan, ikkinchi misol. Logaritm 18 asosga ko'ra logaritm 2 asosga ko'ra logaritm 2 asosga ko'ra -1 taqsim x teng 0. Tenglamani yechish talab etilyapti. Tenglamani yechishda ildizini toping debdi. X topishimiz kerak. Birinchi qiladigan ishim 0 ni 18 asosli logaritmga keltirib, 18 asosli logaritmlarni potensiyalga yuborsam. Qanday qilsam? 0 logaritm 18 asosga ko'ra 1 ga teng. 18 asosli logaritmlarni potensiyalga yuboradigan bo'lsam, logaritm 2 asosga ko'ra logaritm 2 asosga ko'ra -1 taqsim x teng nechiga? 1 ga. Mana bu logaritmni ko'rsatishda kelgan son 1 ga teng bo'lib turibdi. Hozircha aniqlanish sohasi ham nima qilib boryapti? Bajarilib boryapti. Demoqchimanki, yechimni o'rniga qo'yishni hojati yo'q hozircha. Ko'rsatkich 1 ga teng, bu musbat son. Endi tenglama ildizini topish maqsadida ikkinchi logaritmdan qutulishim kerak. Buning uchun 1 ni logaritm 2 asosga keltiraman. Ya'ni 2 asosga ko'ra 2 deb. 2 asosli logaritmlarni potensiyalga yuborsam, logaritm 2 asosga ko'ra -1 taqsim x teng 2 bo'lyapti. Xo'sh, hali ko'rsatkich 2 ga teng bo'lib turibdi, aniqlanish sohasi bajarilyapti, lekin ildizini topgani yo'q. Nima qilsam? Yana logaritmlashga kelaman. 2 ni logaritm 2 asosga ko'ra 4 deb 2 asoslarni potensiyallasak, -1 taqsim x ko'rsatkichi 4 ga teng bo'lib turibdi, aniqlanish sohasi bajarildi. X topib qo'ysam bo'ldi. Ko'paytirish o'tsa, -1 teng 4x. X'imiz nechiga teng? -1 taqsim 4 ga teng. Mana tenglamani yechdik. Xo'p, yana misol. Oltinchi misol. Uyga vazifa misoli. Kelinglar shuni ishlab ko'rsatay. Joy behuda ketmasin. 6. Logaritm 3 asosga ko'ra 3 darajasi x -8 teng 2 - x. Tenglamani yeching, ya'ni ildizini toping debdi. Maslahat beringlar. Nima qilsam? Ildizini topish kerak, x topish kerak. Potensiyallanadigan ko'rinish. Demak, mana bu 2 - x da asosi 3 ga teng bo'lgan logaritmga keltiraman. Buning uchun logaritm 3 asosga ko'ra 3 darajasi x -8 teng logaritm 3 asosga ko'ra 3 darajasida 2 - x desam bo'ladimi? Xo'p,
logaritmlarni potensialga yuborsak, 3 darajasi x minus 8 teng 3 darajasi 2 minus x. Darajasida ayrilish bo'lsa, demak oldin bo'lish bo'lgan, to'g'ri? 3 darajasi x minus 8 teng 3 ning kvadrati taqsim 3 darajasi x. Agar shu yerda 3 darajasi x ni t desak, t minus 8 9 taqsim t. T ga ko'paytirib yuborsam t kvadrat minus 8t teng 9. T kvadrat minus 8t minus 9 teng 0. T teng minus 1. T teng 9. Og'zaki topolmaganlar diskriminantdan foydalanadi. T deb 3 darajasi x ni olganman minus 1. 3 ning hech qanday darajasi minus 1 bo'la olmaydi. 3 darajasi x teng 9. X teng 2 bo'lyapti. X teng 2. Aniqlanish sohasini qanotlarmi turarmikan? 9, 8, 1. 3'ga ko'ra 1. 0. 2dan 2 ni ayirsam 0. 0 teng 0. Aniqlanish sohasini qanotlantiryapti. Demak, x teng 2 tenglamaning ildizi ekan. Yozib olasizlar. Xo'sh. Tenglama ildizlar yig'indisini toping debdi. Tenglamani yechishda modul xalaqit beryapti. Moduldan qutulsak, misolda qulayroq yechardik. Moduldan qutulish uchun nima qilishimiz kerak? Modulni ochib olishimiz kerak. Modulni ochishda bilasizlar, modulni qiymatini 0 tengshirsam 13. 13 ning atrofida ishora tekshiraman. Shu bilan birgalikda 13 atrofida ishora tekshiraylik. Logaritmni ko'rsatkichida x minus 3 kelyapti-ku. Ko'rsatkichdagi son 0 dan katta bo'lishi kerak. X minus 3 0 dan katta desak, x ning qiymati 3 dan katta bo'lishi kerak. Mana shu oraliqlarda ishorani tekshirib boshlayman. Birinchidan 3 dan 13 gacha bo'lgan oraliqda ushbu tenglamani ildizini qidiramiz. Xo'p, oraliqdan biror bir qiymat qo'ysam, masalan 4 ni qo'ysam, modulning qiymati manfiy. Manfiy sonning moduli shu songa qarama-qarshi son bo'lsa 13 minus x. Logaritm 2 asosga ko'ra x minus 3 teng 3 ko'paytirilgan 13 minus x. Endi 13 minus x larni qisqartirib yubora olmayman. X o'rniga 13 kelganda 0 bo'lib qolishi mumkin. Noma'lum songa qisqartira olmaymiz. Unda bir tomonga o'tkazib 0 bilan tenglashtirib olamiz. 13 minus x logaritm 2 asosga ko'ra x minus 3 minusdan 3 13 minus x teng 0. Xo'p, endichi nima qilsam ekan? 13 minus x lar umumiy ko'paytuvchi qavsini tashlab chiqarib olsak, logaritm 2 asosga ko'ra x minus 3 minusdan 3 teng 0. Ko'paytma qachon 0 ga teng bo'ladi? Ko'paytuvchilardan bittasi 0 bo'lsa, 13 minus x teng 0. Logaritm 2 asosga ko'ra x minus 3 teng 3. Xo'p, bundan ildizi 13. Bundan 3'imiz logaritm 2 asosga 8. 2 asos logaritmlar potensialga yuborsam, x minus 3'imiz 8 bo'lsa, x ning qiymati 11. Buyukda son yechim bo'lishi uchun qaysi oralda joylashgan bo'lishi kerak? 3 13 oralida joylashishi kerak. 13 bu oraliqda bor, faqatli 11 bor. Shunda hozircha tenglamani ildizlari ikkita. 11 hamda 13 lar. Hali bizda yana bir oraliq turibdi. 13 dan katta oraliq. Ikkinchi. X ning qiymati 13 dan katta. Mana bu yerda 13 ga teng qiymatlarni olgan edim-ku. Endi 13 dan katta qiymatlarni olamiz. 13 dan katta sonlarni qo'ysam,
masalan 14 ni qo'ysam, modulning qiymati musbat. Musbat sonning moduli shu sonning o'ziga teng. Shu sonni o'ziga teng bo'lsa, x minus 13 ko'paytirilgan logaritm 2 asosga ko'ra x minus 3 teng 3 ko'paytirilgan 13 minus x. Kelinglar, 13 minus x bilan 13 minus x qisqarib ketsa, bundan necha qoladi? Minus 1. Endi o'rin almashish kerak qisqarish uchun. Endi qisqartirishimiz sababi x ning qiymati 13 dan katta bo'lganligi uchun 0 bo'la olmaydi. Musbat son. Musbat sonlarni bemalol nima qilsa bo'ladi? Qisqartirsa bo'ladi, 0 dan farqli bo'lgani uchun. Shunda logaritm 2 asosga ko'ra x minus 3 teng 3 ning minus 3 kara minus 1. Buni olganda minus 3 deb qo'yaveray. Minus 3 ni esa logaritm 2 asosga ko'ra 2 ni minus 3 darajasi deb 2 asos logaritmlarni potensialab yuborsam, x minus 3imiz 2 ning minus 3-si 1 taqsim 8, x qiymati 3,8 dan 1. Xo'p, qarilayotgan oraliqda 3,8 dan 1 soni bormi? Yo'q. Mana bu 3 dan katta oraliqda bizga ega emas. 13 dan kichik oraliqda yechimlar bor. Bular 11 u 13. Yig'indisi 11 13. 24 bo'lyapti. Ushbu tenglama ildizlar yig'indisi demak 24 ga teng ekan. Modulni ochishdan tashqari yana usullar bor, lekin qulay usul hisoblanadi modulni ochish. Keyingi misolimiz 8-misol. Logaritmik tenglamalar sistemasi. X, y ko'paytmani topish so'ralyapti. X, y ko'paytma. 3 darajasi x, 2 darajasida y ekan. Teng 972. Logaritm ildiz osti uchastka ko'ra x minus y'imiz esa 2. Sistemadan foydalanib x, y ko'paytmani topish talab etilyapti. Buning uchun birinchi tenglikni soddalashtirishda iloji yo'q. Sababi asoslari ham, ko'rsatkichlari ham har xil sonlar. Ikkinchi tenglikni soddalashtirishning yo'li bor. Ikkinchi tenglikni soddalashtiramiz. X ni yo y topamiz, birinchi tenglikka borib qo'yamiz. Maqsad tushunarli. Xo'p, birinchi amalda logaritm ildiz osti uchastka ko'ra x minus y. Logaritm ildiz osti uchastka ko'ra ildiz osti 3 ning kvadrati. Ildiz osti uchastka logaritmlarni potensialab yuborsak, x minus y'imiz 3. Bundan y ning qiymati x minus 3ligiga kelyapmiz. X ni topishim kerak. Topilgan y'da birinchi tenglikka olib kelib qo'yaman. 3 darajasida x, mana ikkinchi tengligi edi. 3 darajasida x, 2 darajasi y teng 972. 3 darajasida x, 2 darajasi x minus 3 teng 972. 3 darajasi x, 2 darajasi x ko'paytirilgan 2 ning minus 3-si 972. 2 ning minus 3-si 8 ko'paytirish bo'lsa, bu darajalar bir xil darajaga kelsa, darajasi x teng 2 ni kubi ko'paytirilgan 972. 972 yo'q. Bu qaranglar. Minus 3-si 1 taqsim 2 ni kubi 8. 1 taqsim bo'lgani uchun bu tarafga ko'paytirish bo'ldi. Tushundingmi? Endi 972 ni tub ko'paytirishga ajratib olishlaring kerak bo'ladi. 6 darajasi x teng 972 2 ga bo'lsak 4 17 8 16 12 6. Yana 2 ga bo'lsa 243 bo'ldi.
2 ni kubi ko'paytirilgan 2 ni kvadrati 200 quruvchimiz 3ning 5-si. Shunda 6 darajasida x teng 2 ni 5-si ko'paytirilgan 5 ni 5-si. 2 ni 5-si, 3 ni 5-si. Demak 6 darajasida x bitta darajaga keltirsam 2 kara 3 6. 6 ni 5-si. Shunda x'imiz 5, y'imizchi 2. Ko'paytmasichi 10 ga teng bo'lyapti. Yozib olasizlar. 9-misol. E'tibor berasizlar. Tenglama nechta ildizga ega debdi. O'zi aslida bunday tenglamalarni yechishda birinchi qiladigan ishimiz aniqlanish sohasini kiritib qo'yish kerak. Xo'p, aniqlanish sohasini kirityapmiz deb tasavvur qilaylik. Birinchi kvadrat ildiz. 0 dan katta yoki teng 0 nomanfiy bo'lishi kerak kvadrat ildiz ostida kelgan ifoda. Logaritmni ko'rsatkichi musbat bo'lishi kerak 0 dan katta. Logaritmni ko'rsatkichi musbat bo'lishi kerak 0 dan katta. Kvadrat ildiz ostida kelyapti. Nomanfiy bo'lishi kerak. Kvadrat ildiz ostida kelyapti, nomanfiy bo'lishi kerak. 5 ta shart. Bundan tashqari mahraj teng emas 0 desak, 6 ta shart. Shuncha shart kiritib, aniqlanish sohasini tekshirishga vaqt sarflashimiz kerakmi? Yo'q. Shu sababli biz nima deyapmiz? Tenglamani ildizlarini topaylik. Hosil bo'lgan ildizlarni shunagina o'rniga qo'yib, tekshirib qo'yish ham kam vaqt talab etadi, ham oson hisoblanadi tekshirish. Tushunarli-a? Faqat esdan chiqmasin. Ildizni aniqlanish sohasi sifatida tenglamaga qo'yib tekshirish. Agar misollar yechayotgan paytda oxirga olib borib tekshirish eslaringizdan chiqyaptimi? Demak, sizlar aniqlanish sohasini tekshirib, keyin tenglamani yechishlaring kerak. O'zlaringiz yo'nalishni, usulni tanlab olinglar. Masalan, men tenglamani yechaman, yechimlarni bir o'rniga qo'yib tekshirib aniqlanish sohasidan o'tib ketaman. Xo'p, shu usuldan foydalanaman. Kasr 0 bilan taqqoslansa, surat 0, mahraj teng emas. Hech qanaqa aniqlanish sohasiga e'tibor bermasdan, surat 0, mahraj teng emas 0. Ko'paytma 0 ga teng bo'lishi uchun ko'paytuvchilardan bittasi 0 ga teng bo'lishi kerak. Ya'ni 7 darajasida x kvadrat minus 5x plus 7 minus 7 teng 0. Ildiz osti x kvadrat plus x minus 12 teng 0. 10 logaritm 2x minus 7 teng 0. Demak, kasr 0 ga teng bo'lishi uchun surati 0. Mahraj esa 0 dan farqli. Mahrajda natural logaritm 3x minus 5 teng emas 0. Xo'p, kvadrat ildiz ostida 2x minus 1 minusdan ildiz osti 8 minus x teng emas 0. Suratdagi ifodalar 0 ga, mahrajlar esa 0 dan farqli. Mana bu 3 ta tenglikdan ildizlar hosil bo'ladi. Bundan chiqqan ildizlar esa yechim sifatida chiqarib tashlaydi. Birinchi tenglamani yechaman. 7 darajasi x kvadrat minus 5x plus 7 teng 7 ning birinchisi. 7 larni potensialga yuborsam x kvadrat minus 5x plus 7 teng 1. X kvadrat minus 5x plus 6 teng 0. X teng 2, x teng 3. Tenglamani ildizi bo'lishga da'vogar sonlar 2 ga 3. Davom etamiz. Qanday sonning kvadrat ildizi 0 ga teng? Faqat 0 ni. X kvadrat plus x minus 12 teng 0. X teng minus 4. X teng 3. Xo'p, bu yerda 10 logaritm 2x minus 7 teng 0 imiz. 10 logaritm 1. 2x minus 7 teng 1. X imiz nechiga teng? 4 ga teng. Xo'p, mana bu yerda natural logaritm 3x minus 5 teng emas. Natural logaritm 1.
3x minus 5 teng emas 1, x teng emas 2. Bu degani, agar tenglama ildizi 2 bo'lsa, uni yechimi sifatida olmaslik kerak degan. Keyingi tenglamada 2x minus 1 teng emas 8 minus x. Kvadratga oshirsak 2x minus 1 teng emas 8 minus x. Shunda 3x teng emas x teng emas 3. Bu degani, agar tenglama ildizi 3 bo'lsa, yechim sifatida olmaymiz. Xo'p. Demak, 2 va 3 larni yechim sifatida olmasligimiz kerak. Chiqarib boshlayman. X teng 2 teng emas bo'lgani uchun chiqib ketadi. X teng 3 chiqib ketyapti. Tenglamani ildizi bo'lishiga da'vogar sonlarimiz 2 ta son qolyapti. -4 hamda 4. Bular ham hali yechim degani emas. Qachon yechim bo'ladi? Aniqlanish sohasini qanoatlantirsa. Mana bunga qo'ysalaring qanoatlantiradi. Mana bu yerga qo'ysak qanoatlantiradi. 4 -4 ni qo'yadigan bo'lsam, logaritmni ko'rsatkichida -8 -7. 10 logaritm minusdan 15 bo'lyaptimi? Logaritmni ko'rsatkichdan mantiqsan kelishi mumkinmi? Yo'q. Demak, aniqlanish sohasini qanoatlantirmadi. 4 ni qo'yaman. Qanoatlantiradi. 4 ni qo'ysak 10 logaritmni qanoatlantiradi. 4 ni qo'ysak 12 musbat. Plus x teng 4 berilgan tenglikning hamma qiymatlarini qanoatlantiradi, aniqlanish sohasini. Shunda tenglama faqat 4 bitta yechimi bor. Ildizlari soni nechta debdi? Ildizlar soni bitta. Y javobda 4 ham bor. Shoshilib tenglamani yechib, yechimini to'liq ishlab, 4 ligini bilib, ha, ildizi 4 ekan deb Y javob belgilab ketmanglar. Tuzoq u. Shartida tenglamani yeching emas, tenglamani ildizi nechta deyapti. Demak, birni belgilashlaring kerak. Ko'pchilik bunaqa misollarni yechadi, vaqt sarflaydi, to'g'ri yechadi, birdan 4 ni belgilab ketadi. Eng yomoni bu. Shuning uchun misol yechishdan oldin berilishdagi shartni yozib qo'yinglar. Tenglamani yeching dedim, x teng so'roq qo'yib qo'yinglar. Nechta yechimga ega dedimi? Ildizi nechta deb so'roq qo'yinglar. Yechib bo'lgandan keyin o'sha yerga qarab javobni yozish kerak. Bu xato qilmasliklaringga olib keladi. Xo'p. Yana bir misol. 17 gacha uyga 18-misol. Tenglamani katta ildizi kichik ildizidan necha marta katta debdi. Katta ildizi kichigidan necha marta katta? 24 dan necha marta katta? 5 marta. Qani topdilaring? 24 ga bo'lilaring. Demak, katta ildizi kichik ildizidan necha marta katta desa, katta ildizini kichik ildiziga nisbati so'ralyapti ekan. Xo'p, tenglamamiz berilishi 3x logaritm 3 asosga ko'ra x plus 2 teng logaritm 27 asosga ko'ra x ni kubi plusdan 6x ekan. Ildizlar topaylik, keyin kattasini kichigiga bo'lib hisoblayveramiz. Birinchi soddalashtirishlarni bajarib olaylik. Mana bu yerda 3x logaritm 3 asosga ko'ra x plus 2 teng 27. Shuning kubi oldiga bo'lishib o'tdi. X ni kubi oldiga ko'paytirish. 3 taqsim 3 1. Shunda logaritm 3 asosga ko'ra x plusdan 6x qolyapti. Endi bir tomonga o'tkazaman. 3x logaritm 3 asosga ko'ra x minusdan logaritm 3 asosga ko'ra x plusdan 2 minusdan 6x. Logaritmlarni birga yozdim-da. Sababi mana bu birinchi guruh, buni ikkinchi guruh sifatida qarab, umumiy ko'paytiruvchi sifatida logaritm 3 asosga ko'ra x chiqarib olsak 3x minus 1. Bunda ham 3x minus 1 bo'lishi uchun minusdan 2 ni chiqarsak 3x minus 1 teng 0. Umumiy ko'paytuvchi 3x minus 1. 3x minus 1 ni chiqarsam, bu yerda
logaritm 3 x minusdan 2 teng 0. 3x minus 1 teng 0. Logaritm 3 x teng 2. Aniqlanish sohasini ham qanoatlantirib turibdi. 2. Bu degani logaritm 3 9. Logaritmlarni potensiyallasak x teng 9. Bunda x teng 1/3. Birinchi ildizi, ikkinchi ildizi. Katta ildizi 9, kichik ildizi 1/3. Necha marta katta ildizi kichigidan? 27 marta katta bo'lyapti. Tushunarlimi? Yozib olasizlar. 9-misol. Tenglama ildizlari ayirmasining moduli. Endi qaysi ildizdan qaysi ildiz bo'lsa ham ayirmasining modulini topishimiz kerak. Logaritm 3 ko'ra 4 ko'paytirilgan 3 darajasi x minus 1 teng x plus 1. Ayirmasini moduli so'ralyapti ildizlarini. Buning uchun qanday ishladim? Darsimiz boshida shunga o'xshaydigan misol ishlab edim. Potensiyallash uchun mana bu 2x plus 1 ni asosi 3 bo'lgan logaritmga keltirib olaman. Ya'ni logaritm 3 ko'ra 3 darajasi x minus 1 teng logaritm 3 ko'ra 3 ning 2x plus 1. 3 asos logaritmlar potensiyalab yuborsak 4 ko'paytirilgan 3 darajasi x minus 1 3 darajasi 2x plus 1. 4 ko'paytirilgan 3 darajasi x minus 1 3 ko'paytirilgan 3 darajasida 2x. Agar 3 darajasi x ni t desak 3 darajasi 2x nima bo'ladi? T kvadrat. Shunda bu 3t kvadrat minusdan 4t plus 1 teng 0. T teng 1, t teng 1/3 bo'lyapti. Og'zak topolmaganlar diet teoremasidan foydalanib topasizlar. O'rniga qo'ysak 3 darajasi x teng 1, 3 darajasi x teng 1/3 bo'lyapti. Bunda x teng 0, bunda x teng minus 1. Tenglamani ildizlari 0 hamda necha bo'lyapti? Minusdan 1 bo'lyapti. Bular chet ildiz bo'lib qolishi mumkinmi? Endi mana bu yerda 3 darajasi x'imiz musbat son. Yana ham ishonch hosil qilish maqsadida tekshirib qo'yishlaring bo'ladi. X o'rniga 0 ni qo'ysak 3 ko'ra 3, 1 teng 1. Minus 1 ni qo'ysak 4/3. 4/3 bo'lyaptimi? Minus 1, 1/3. 3 ning minus 1. Demak, minus 1. Minus 1 ni qo'ysak minus 1. Minus 1 teng minus 1. Ildizlar ayirmasining moduli desa, demak 0 minusdan minus 1. 1 bo'lsa, moduli baribir nimaga teng? 1 ga teng bo'lyapti. Xo'p. Yana bir shunga o'xshash misol. 20-misol. 20-chi, bu 19-misollarni uyda bajarishlaring mumkin edi o'zlaring. Ozgina o'rgatishim kerak bo'lgan joylari bor, ya'ni eslatmalar. 1/2x ko'paytirilgan 10 logaritm 3 teng 10 logaritm 3 ni 1/x sintisi minusdan 6. Buni nima uchun ishlab ko'rsatyapman? Hozir aytaman. Xo'p, ko'rinib turibdi. 3 darajasi 2x ni darajaga olsam. 10 logaritm 3 darajasida 1/2x teng 10 logaritm 3 darajasida 1/x minusdan 6. 10 asos logaritmlarini potensiyallab yuborsak 3 darajasida 1/x 3 darajasida 1/x minusdan 6 bo'lyapti. Endi
belgilash kiritadigan joyda mana shu yerda. Belgilash kiritishim kerak. Qaysini nima deb belgilasam? 3 darajasi 1 taqsim x ni t desam, 1 taqsim 2 bo'lsa darajasi t kvadrat bo'ladimi? Mana nima uchun ishlab ko'rsatyapman. Ko'pchilik bu misolni eshitgan paytda 3 darajasi 1 taqsim t ni x da t deydi. Buni nima deb ketadi? T kvadrat deb ketadi. Aslida-chi? Aslida 3 darajasida 1 taqsim 2x teng 3 darajasida 1 taqsim 2x ni kvadrat minusdan 6. Darajani darajasi bo'lsa ko'paytirilsa 1 taqsim x ni beradimi? Shunda qanaqa belgilash kerak bo'lyapti? Teskari belgilash. 3 darajasida 1 taqsim 2x ni t deymiz. Doim esda saqlanglar. Kichigini t deb belgilash kerak. 1 taqsim 2x kichikmi? 1 taqsim x kichikmi? 1 taqsim 2x ku. Chalg'amanglar. Mana shu gapni aytish uchun ham mana shu misolni ishlayapman. Davom etamiz. Unda bu t kvadrat minus t minus 6 teng 0. T teng 3, t teng minus 2. T deb 3 darajasi 1 taqsim 2x teng 3 ning birinchisi. 3 darajasi 1 taqsim 2x teng minus 2. 3 ning hech qanday darajasi manfiy bo'la olmaydi. Potensialga yuboradigan bo'lsam, x ning qiymati necha ekan? 1 taqsim 2. Tenglamaning ildizi 1 taqsim 2 ga teng. Ha, uyda buni t deb, buni t kvadrat deb yecha olmasdan halok bo'laringlar. Vaqtlaring ketmasin. Xo'p, 21, 22, 24 gacha uyga. 25-misol. Logaritm x asosga ko'ra 5x minus 4 teng 2. Tenglamani ildizlar yig'indisini topish so'ralyapti. Endi ildizini topib beray, ildizlar yig'indisini o'zlaring topib olasizlar. Xo'p, tenglamani yechishda potensiallardan ko'rinish keltirishim kerak. Buning uchun logaritm x asosga ko'ra 5x minus 4 logaritm x asosga ko'ra x ning kvadrat deb x asos logaritmlar potensiallab yuboraman. Faqat esdan chiqmasin. Asosi x 0 dan katta 1 dan farqli. Ko'rsatkich nima bo'lishi kerak? Musbat. Hozir shart sifatida kiritmayman-da, tenglamani yechib bo'lgandan keyin ildizini o'rniga qo'yib tekshiraman. Shunda ham vaqtdan yutamiz, ham osonroq hisob kitob qilamiz. 5x minus 4 teng x ni kvadrat bir tarafga o'tkazib olsam, x kvadrat minus 5x plus 4 teng ne? X teng 1, x teng 4. Bular hali ildiz degani emas. O'rniga qo'yib tekshirish kerak. Logaritm 1 asosga ko'ra 1. Logaritmning asosi 1 bo'lishi mumkinmi? Logaritm 1 asosga ko'ra 1 debdi. Hech qachon 1 asos logaritmni ko'rmaganmiz. Aniqlanish sohasidan 0 dan katta, asosi 1 dan farqli bo'lishi kerak edi. Ha, endi 4. Asosida 4 kelsa, logaritm 4 asosga ko'ra 16 teng 2. Shartni qanoatlantirdi. Demak, tenglamani ildizi 4. Endi ildizlar yig'indisi so'ralsa ham baribir nimaga teng? 4 ga teng. Davom etamiz. M ushbu tenglamani ildizlari soni x0 esa tenglamani ildizi bo'lsa 2m plus 4 taqsim x0 toping debdi. Bu tenglamani yechaylik. Qolgan savolni keyin davom ettiramiz. Hozir chalkashmaylik. 20-misol. Logaritm 5 plus 2x 2x asosga ko'ra 5x kvadrat 19x plus 19 teng 2. Tenglamani ildizlar soni haqida gap ketyapti. Qaysi? Mana bu 19 emas. Ha, bumi? Berilishi to'g'rimi? Tenglama yechishimiz kerak.
Mana bu yerda 19x mi? 5x kvadrat plus 19x plus 19 teng 2, to'g'rimi? Ildizni topish kerak. Qanday maslahat berasizlar? Mafsur qanday maslahat berasiz? Asoslarini bir xil qilib, potensial boshqa usul o'rgatganim yo'q, bitta usul. Logaritmning asoslarini bir xil keltirib, ularni nima qilaverish kerak? Potensiallayverish kerak. Xo'p, qanday qilib asosini bir xil keltiraman? Logaritm 5 plus 2x asga ko'ra 5x kvadrat plus 19x plusdan 19 teng 2 ni logaritm 5 plus 2x asga ko'ra 5 plus 2x ni kvadrati deb bir xil asos logaritmlarni nima qilib yuboraman? Potensiallab yuboraman. Tenglama ildizini oxirida tekshiraman. Aniqlanish sohasiga e'tibor bermayapman. Shunda 5x kvadrat 19x plus 19 teng 25 plusdan 20x plusdan 4x ni kvadrati. Xo'p, tarafga ayirishib o'tsa 5x kvadratdan 4x kvadrat ayrildi. Minus x minus 6. X teng 3, x teng minus 2. Yana aniqlanish sohasini kiritganim yo'q, shuning uchun tekshiraman. X o'rniga 3 ni qo'ysak, logaritm mana bu 6 11. Logaritm 11 asosga ko'ra 9 ni qo'ysalaring. 3 ni qo'ysak 9, 45 ko'paytirib 19 qo'shsak 121. 2 ga teng bo'ladi. Qanoatlantiryapti. Tenglamalizni bittasi 3. Ikkinchi minus 2. Logaritm minus 2 ni qo'ysak 1 asos bo'lyapti. Logaritmning asosi 1 bo'lishi mumkinmi? Yo'q. Demak minus 2 chet ildiz. Xo'p, shartida m tenglama ildizlari soni debdi. Tenglama nechta ildizga ega? Bitta. x0 esa tenglamani ildizi debdimi? Ildizi nechi? 3. Xo'p, bizdan nima topish so'ralyapti endi? 2m plus 4 taqsim x0 ni topish so'ralyapti. Buning uchun 2 m ni o'rniga 1, x0 o'rniga 3. 6 taqsim 3. 2 ga teng ekan so'ragan kasrning qiymati. Xo'p, oson misollar bajarib oldik. Yozib olasizlar. Bugungi mavzumuzdagi qiyin misollardan biri. Abituriyentlar ko'pchiligi xato qiladi. K ning qanday qiymatida tenglama bitta ildizga ega. Xo'p, tenglamamiz 2x minusdan k ko'paytirilgan logaritm 2 x teng 0. Parametrli logaritmik tenglama. Shu yerda k parametr, x esa tenglamaning ildizi. K ni parametr ekanligini qayerdan bildik? Shartida k ning qanday qiymatida ildizlari bitta deyapti. Demak, k bu yerda nima emas? Ildiz emas. Ildizi nima? X. Xo'p, kelinglar avval logaritmik tenglamani yechaylik. Ildizlarini hosil qilaylik, keyin ularni bittaga aylantirishning yo'li ko'p. Demak, birinchi amalda tenglamani yechish haqida gap ketyapti. 2x minus k teng 0. Logaritm 2 x teng. Ya'ni ko'paytma 0 bo'lishi uchun ko'paytuvchilardan bittasi 0 ga teng bo'lishi kerak. Birinchi tenglamani ildizi k taqsim 2. Ikkinchi tenglamani ildizi nechi bo'lyapti? 1. Mana.
Ushbu tenglamani yechimlari ikkita bo'lishi mumkin. Bo'lmasligi ham mumkin. Xullas, umumiy holda bizda bu ikkita ildizdan bitta ildiz hosil qilishim kerak. Ya'ni tenglamani ildizi bitta bo'ladigan kani qiymati so'ralyapti. Xo'p, ikkinchi amalda o'ylab ko'ringlar. Bu ikkita ildiz qachon bitta hisoblanadi? Endi kvadrat teng bo'lsa, diskriminant teng 0 derdik. Ana shu diskriminant teng 0 nima vazifani bajaradi? x1 ni x2 ga tenglashtirib beradimi? Demak, mana bu yerda tenglamani ildizi bitta bo'lishi uchun x1 x2 ga teng bo'lganda ushbu tenglama nechta ildizga ega bo'ladi? Bitta ildiz. Ya'ni k taqsim 2 teng 1. K teng 2. K teng 2 bo'lganda mana bu ildiz ham 1, bu ham 1. Tenglamani ildizi bitta. U ham bo'lsa 1 bo'lib qoladi. Xo'p, birinchi hol bu. Bu amalda ko'pchilik bajara oladi, bajaradi ham. Lekin hali yana bitta hol bor. Yana qachon ikkitadan bitta ildiz qolishi mumkin? Ikkitadan bitta ildiz qolishi kerak. Ikki kishi bittasini chiqarib tashlash kerak. Nimadir bahona o'ylab topasizlarmi? Masalan, nimadir deysizlar. Sen boshqa sinfdansan deydi, futbolga qo'shmaydi. Ha, nima bo'lganda? Chet ildiz bo'lganda. Bir chet ildiz bo'lishi mumkinmi? U aniq son, aniqlanish sohasini qanoatlantirib turibdi. Bir chet ildiz bo'la olmaydi. U holda x1 chet ildiz bo'lsa, tenglama ildizi 1. Shunda tenglama nimaga erishadi? Bitta ildizga erishadi. Xo'p, qachon x1 chet ildiz bo'ladi? Qachonki logaritmni ko'rsatkichda x kelyapti, logaritmda aniqlanish sohasini qanoatlantirmasa. Xo'p, qachon qanoatlantirmaydi? Qachonki x1imiz 0 dan kichik yoki 0 ga teng bo'lsa aniqlanish sohasini qanoatlantirmaydi-da, x1 da chet ildiz deymiz. Tenglamani ildizi 1, bitta ildizga ega deb ketishimiz mumkin. x1 da qiymatini topganmiz, nimaga teng? K taqsim 2. K taqsim 2 kichik yoki teng 0 bo'lsa, K kichik yoki teng 0. Bu ikkinchi qiymat. Savol, K ni qanday qiymatlarida bitta ildizga ega desa, demak K kichik yoki teng 0 bo'lsa va K nechiga teng bo'lsa? 2 ga teng bo'lsa, ushbu logaritmik tenglamamiz bitta yechimga ega bo'lar ekan. Xo'p, yulduzcha qo'yganim nimada? Yulduzcha qo'yganim ko'pchilik x1 ni x2 ga tenglashtiradi-da, bitta yechimga ega bo'lish uchun teng bo'lish kerak deydi-da. Mana bu bitta ildizini chet ildiz sifatida chiqarib tashlash unutib qo'yadi. Mana shu qiymatni unutmaslik kerak. Bunaqa misollar hali mavzuni o'tish mobaynida keladi takror. Chalg'imanglar. Misollar eshitib davom etaylik. Xo'p. Biz A bo'limda tugatdik. Endi ikkinchi B bo'limiga o'taman. B bo'limda ko'proq potensiyalanadigan oson misollardan iborat. B bo'limdan bitta misol ko'rsatsam yetarli. Masalan, 4-misol. B bo'lim 2x logaritm 2x asosga ko'ra x plyusdan 4,5 ni kvadrat teng 25. Tenglamani yeching debdi. Xo'p, bu B bo'limdagi misollarni yechishdan oldin sizlarga mana bu formulani eslatib o'tay. A logaritm A asosga ko'ra B. Nimaga teng edi? B ga teng. Ya'ni asosiy logaritmik ayniyatga ko'ra. Xo'p, bu yerda ham 2x logaritm 2x asosga ko'ra x minus plus 4,5 ni kvadrati bo'lsa, asosiy logaritmik ayniyatga ko'ra qiymat nechiga teng? X plus 4,5 ga teng. Kvadrati 25. Qanday sonning kvadrati 25 ga teng? 5 ni va minus 5 ni. X plusdan 4,5 teng 5 ga. X plus 4,5 teng
minus 5 ga. X ni qiymati minus 0,5. X ni qiymati minus 9,5 bo'lyapti. Ha, bu plus bo'ladi. Bu tegnamani ildizi emas. Bular hali ildizlikka da'vogar sonlar. Nimaga da'vogar deyapmiz? Sababi aniqlanish sohasini nima qilganimiz yo'q, tekshirganimiz yo'qdi. O'rniga qo'yaylik. X o'rniga 0,5 ni qo'ysam, 1 mi? Logaritm 1 asosga ko'ra necha bo'lyapti? 25. Shunday bo'lishi mumkinmi? Logaritmning asosi 1 bo'la olmaydi. Bunday yechimga egamiz. Minus 9,5 ni qo'yadigan bo'lsam, logaritm minus 19 asosga ko'ra 25. Logaritmning asosi manfiy bo'lishi mumkinmi? Yo'q. Demak, ikkita ildiz bo'lishi mumkin edi, lekin bular aniqlanish sohasini qanoatlantirmaganligi uchun ildiz sifatida ola olmaymiz. Xullas, logaritmik tenglamani yechgandan keyin aniqlanish sohasi esdan chiqmasin. Buni doim tekshirib turinglar. Endi ko'pchilik tenglamani yechishdan oldin aniqlanish sohasini kiritib qo'yadi, 3 qator, 4 qator qilib. Keyin yechib bo'lgandan keyin shunga qo'yib tekshirish ham mumkin. Bu ham yaxshi usul. Lekin aniqlanish sohasini kiritib olib, yarim soat aniqlanish sohasi necha ekanligini topish bu xato. Testda butun vaqtlaringizni sarflab qo'yasizlar. Shuning uchun yechinglar, aniqlanish sohasi sifatida tenglamaga olib borib qo'yib tekshinglar. Chunki ildizlar yo bitta bo'ladi, yo ikkita bo'ladi. Tekshirish ham muammo emas mana shunday. Xo'p, B bo'lim ketdi. C bo'lim. C bo'limda ham muammoli misollar ko'p emas. Masalan, 4-misoldan boshlaylik. 10 logaritm x plus 11 minus 1 taqsim 2 10 logaritm 2x plus 7 teng 2 minusdan 10 logaritm 25 bo'lyapti. Tenglamani ildizlari yig'indisi necha topishimiz kerak. Avval ildizni topaylik, keyin yig'indisiga ham o'taveramiz. Soddalashtirishga qarataman amallarni. Ya'ni 10 logaritm x plus 11 minus 1 taqsim 2 ni darajaga olsam 10 logaritm ildiz osti 2x plus 7. Ikkimiz 10 logaritm 100 minus 10 logaritm 25. Bir xil asos logaritmlar ayrilsa darajalar bo'linadi. Lekin bunday qilmoqchiman. Qarama-qarshi tarafga o'tkazib olsam. 10 logaritm x plus 11 plusdan 10 logaritm 25. 10 logaritm 100 plusdan 10 logaritm ildiz osti 2x plus 7. Bir xil asos logaritmlar qo'shilsa, daraja ko'rsatkichlari ko'paytiriladi. 10 logaritm 25 x plus 11 teng 10 logaritm 100 ildiz osti 2x plus 7. Qarabsizlarki, nimaga keldi bu? Potensiallanadigan ko'rinish keldi. 10 logaritmlar potensiallab yuborsam 25 x plus 11 100 ildiz osti 2x plus 7. Yuzlar qisqaradi. 4 birdan nima qilib yuborsam, kvadratga oshirib yuborsam x kvadrat 22x plus 121 teng 4 qolganmi? Kvadrat 16, 2x ko'paytirsam 32x, 16 7 ga ko'paytirsam 112 bo'lyaptimi? Bir tarafga o'tkazib oladigan bo'lsam x kvadrat minus 10x plusdan 9 teng 0. X teng 1, x teng 9. Hali bular ildiz degani emas, tekshirib ko'raylik. 1 da qo'ysak ildiz 10 logaritm 12, 10 logaritm 9 aniqlanyapti. 9 ni qo'ysam musbat. Berilgan tenglamani qanoatlantiryapti. Ikkalasi ham tenglamani ildizi. Bizdan ildizlarini
yig'indisi so'ralganmidi? Zar yig'indisi 10 ga teng. Bu C bo'limdagi misollar ko'proq potensiyallanadigan ko'rinishga kelguncha shakl almashtirish bilan bog'liq. Ko'proq shakl almashtiraversalar, misollaring soddalashib kelib, potensiyallanib oson yechilib qolaveradi. Masalan, mana 6-misolda ham 10 logaritm x kvadrat plus y kvadrat teng 2 ku. 2 ni 10 logaritm 100 desalaring, x kvadrat plus y kvadratimiz 100. To'g'rimi? Keyin 10 logaritm 2 plus 10 logaritm x yimiz 96, 2 ayrishib o'tadi. 10 logaritmni potensiyallanib ketadi. X y ko'paytmamiz 48. Muammo yo'q. 2 ko'paytirib qo'yishib yuborsalaring, x plus y kelib turibdi-da. Yoki 7-misolga o'xshash misollar. Soddalashtirish bilan bog'liq ko'proq. 7. C bo'lim. Xo'p, o'suvchi geometrik progressiyani tashkil etuvchi 3 ta musbat sonning yig'indisi 42. Ya'ni o'suvchi geometrik progressiya B1, B2, B3 yig'indi nechaga teng? 42 ga teng. Bu sonlarning ikki asosga ko'ra logaritmlari yig'indisi 9. Ya'niki logaritm ikki asosga ko'ra B1, logaritm ikki asosga ko'ra B2, logaritm ikki asosga ko'ra B3larning yig'indisi necha deyapti? 9 debdimi? Progressiyaning mahraji, ya'ni Q'ni topish so'ralyapti. Asosiy ish ikkinchi tengrida bajariladi. B1, B2, B3 yig'indi 42 ligicha tursin. Bir xil asos logaritmlar qo'shilsa, daraja ko'rsatkichlar ko'paytiriladi. Shunda B1, B2, B3 9 esa logaritm 2 asosga ko'ra 512. Bundan chiqdi B1, B2, B3imiz ko'paytma 512. Qaranglar. Ikkinchi tengrida bittaga 3 ta ko'paytma-ku. Chetki hadi bular bunday olganda chet xillar ko'paytmas, o'rta hadini kvadrati. B1 bilan B3imiz B2 ni kvadrati, B2 ko'paytirsak B3 ni kvadrati. B2 ni kvadrati. B2 ko'paytirsak B2 ning kubi. B2 ning kubi 512 bo'lsa, B2miz necha bo'lyapti? 8 bo'lyaptimi? 8 kubi 512. B2 8. Mana bu B2 ning o'rniga 8 qo'ysam, B1 plus B3 43. Sistemadan B1 ni ham, Q'ni ham topsa bo'ladimi? Yozib olasizlar. Xo'p, uyga vazifa bu mavzudan